Yaxshimsizlar, bugun bozorning xaltaliq jangni ishlatmay turib, oilda o'xshagan dapanji qorish usulini o'rganamiz. Oldi bilan to'qo go'shini, ya'ni sanxuangji to'qosi yaxshi bo'ladi. Bu to'qo go'shini chanig'andimi cho'ngishlikni o'xshash qilib chanib olamiz. Yangyo, ko'k qizil laza, so'ng piyoz, zanjivil. Ma'vosa shanjo laza, bu lazım so'g'jalab azroq yemishtib olamiz. Qozonga shu go'shtning miqdori qartab 1 cho'mich atrofida may qo'yamiz. 1,5 kilo to'qiga 1 cho'mich may qo'ysanglar bo'ladi. 30 gram shakar selib, mana o'tni yaxshi tanshab seriq tangsa, ya'ni küpük üstüge örülegendan keyin to'xun salamiz. Mushaga bek aldirab ketmanglar, ham ko'ydirib etmanglar. Mushalat qo'rib, to'xunning rangi seriq holat kelgandan keyin buningga 10 gram xo'jav salamiz. Tirik xo'jav. Buni birdan qo'rib etgandan keyin 1-2 qo'shiq atrofida tuz sevitimiz. Ajrimiz uchun bir tal yurakni, 6 tal raqamlarni yo'llab qo'ying, yulduz belgisini besib saqlab oling. Keyindan buningga zanjibilni salamiz. Zanjibilni silib birdan qo'rib etgandan keyin tayyor qo'ygan shanjav lazımimizni salamiz. Lazımimizning achchig'i yo'q, tamoq ta'm kirgizdi, ta'm intayin yaxshi. Mush lazım ishlasanglar bo'ladi, shanjav lazım deymiz. Buni keyindan buningga ailede işlediği lazcan. Lazcandan 1,5 qo'shiq atrofida selib, buningga so'g'uq suv qo'yamiz. Suvni bekchiq jalab etmanglar. Suvni muvofiq miqdor jalaymiz. Ma bo'lsa o'lchamli so'qilgan dapanji xurcha, ehtiyojinglar bo'lsa memla aloqalashsanglar bo'ladi. Undan keyin tayyor bo'lgan yangyon salamiz. Yangyonlarni selib, buningga vijin jijin samsanglar bo'ldi. Buningga vijin jijin yoqtirmaydigan samsanglar bo'ldi demakchi. Mushalat salamiz, tovoqning og'zini yepib 8 minut dumlab etgandan keyin tuz ta'min tetib, samsaq, so'ng piyoz, ko'k qizil laza, yuba seylarni salamiz. Bu materiallarni silib 1-2 minut atrofida qaynatib etgandan keyin oldiga vaqtida azroq achchiq suv quyib, taxsiga kelib iste'mol qilsak bo'ladi. Meni qo'llashimiz uchun yurak berib, meni ko'njiq qo'ying, texmi sarxil mazmunlarni yo'llab turaman.